Assalomu alaykum. Topinglar, biz qatga keldik. Men bu kachela, mana bolaligimdagi kachela. Вот. Endi ahsini ona katatsiya qilyaptilar. Мы у бабушки. Нет, я хочу забить. Men bu ariqni bu yerda bolaligimiz o'tgan. Men bundan tepaga chiqib, velosipedlar bilan o'chib pastga tushib ketardik. Bu yo'lni betonlab tashlashibdi. Mashitlardan otdan vatga sakrab o'ynardik. Oyoqlarimizni mamtga tiqib, uzunliklar bo'lardi. O'shalarni olib, o'ynab o'tirardik. Bu yo'lda hammaga beton bo'lib ketibdi. Bu mana babushkamning uylari, rahmatli. Babushka, dedushkamning uylari. Pastga ketaverishda yana bitta tog'amning uylari bor. U yo'lgacha hozir yetib bormasam kerak. O'g'lim bilan erim pastga ketib qolishdi, ana kelishyapti. Oldin biz shu yerda o'ynab yurardik. Endi bolajonlar mana o'ynab yuribdi. Nasıl buldun buraları Bay Mesut? Değişikti. Sakin. Düşme sakın. Biz buralarda oynardık. Hoplaya zıplaya oradan buraya. Doğalarımız hani dalalarga keldik. Oldin maza qilib dalalada aylanib yurardik, o'ynab. Maza, huzur, terapiya. Maza. Mingta shahar shovqinidan maza qilinadigan joy biling. O'zim shu yerda yashagilarim kelib ketdi borib. Ana mana tog'ajonim o'tiribdilar. Давай этот огромный посадим вон там. Tog'am ishxonalariga keldi. Ishxonalari emas-u, hobi xonalariga. İyice garibim ki. Kulakça hoddan ki. Kovan çekti. O arasına. Mol baba. Evet, tamam. Осторожничка. Давай на перенейва. Madalya vermiş, gördün mü buna? Tog'amniki. Raketa sozlik bo'yicha sarivnavaniyaga ketishadi. Bular mana o'zlari qilganlar. Buni ham o'zingiz yashagansiz, a tog'a? Hangisini o'zimiz yasagan? Это что? Это что? Mana. Çiçekleri de. Alparslan chempion. Çiçekleri de. Sende dursunmuş babası. Endi dedushkamizni boshlariga ketamiz. Mana dedushkam, rahmatli. Onamning otalari Ikkinchi jahon urushida qatnashganlar. Alparslan, тебе здесь понравилось? Ага. Здесь останемся или в Ташкент поедем? Ташкент. Toshkent, хорошо. Toshkentga gideceğimişiz. O qo'shnimizni uyida. Kichkinaligimda mana shu hali xuddi shunaqa bor. Mana bu перегородкалari, eshiklari, mamdan qarab bolaligimni eslab o'tiraman. Hozir mana babushkamni, onamni, onalarini uyidan, mana bolaligimda bosib o'tgan yo'llardan hozir yana yuramiz. Oraya değil çocuklar şöyle. Mamtirasa o'ynardik. Kichkinaligimda bu yomonga katta joyda. Ah, машину я не закрыла же, да? Xullas,
Mana bolalarimni bosib o'tgan, bolaligimda bosib o'tgan yo'lidan rahmatli adajonimni uylari tomon ketyapmiz. Kichkinaligimda bu yo'llar judayam uzun, katta yo'ldek tuyulardi. Hozir kichkinagina yo'l bo'lib qolibdi. Hozir ketyapmiz qani. Agar imkon topolsam, men tug'ilib, ozgincha yashagan, 4 yoshimgacha yashagan uyimni sizlarga ko'rsataman. Mashalloh, mashalloh. Mana shu kichkinaligimizda Sinim Habiba bilan rosa o'ynardik, to'polon qilib, bolalarga tosh otib. Kichkina bo'lsa ham ko'chalarimiz tinch bo'lardi. Bitta ikkita mashina o'tmasa o'tmasdi. Mana shu yerda mana o'ynardik shu eshikning tagida. 4 yildan keyin uydan bu uyga yig'lab qaytmaydigan bo'lganman qizlar. Chunki ota-onam ajrashgan va men arosatda qolib ketganman. Rosa adamni sog'inardim. Mana bu meni rahmatli otajonim uyi. Давай мячик поиграем. Хорошо, поиграем. Да нет, мам, уже пойдем. Payjon. Barmoqlarim shu Barnom shu yerda. Bir lobari ko'ramadim. Lobari ko'rgim kelyapti o'ta. Yo'q, bo'lmas. Bo'lmas. Axsiram o'rgandi. G'irta o'zbekcha bo'lib qoldilar. mayli bo'lib. Mazza. Ama bu kullandırmayın. Bak elinizi çekin. Bak. Beni tanımak istiyor. Onu da isteyebilir miyim? Bilmiyorum ki ver. Ver korkma ver. Tamam gel bari. Hayotlarida birinchi marta bunaqa attraksionga mana o'tiryaptilar. Qani ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Если бы я смотри, ты сейчас упадешь. У меня есть 2 губы.